Assalomu alaykum. Kun yarmidan o'tdi. Sizlar uchun bir foydali kontent olishni niyat qildik. Ya'ni yarim tundan o'tganda ham Koson shahrida ishlaydigan manzillar, magazinmi, choyxonami yo nimadir ko'rib chiqamizmi? Qani ketdik. Birinchi manzilimiz Poskaya yo'lidagi Fariza magazini. Hozirda ochiq. Menimcha ertalabgacha ishlasa kerak. Yo'limizda davom etamiz. Ikkinchi ishlab turgan manzilimiz Marjon magazini. Bu ham Poskaya yo'lidagi magazinlardan biri. Uchinchi ishlab turadigan manzil, ya'ni do'kon Poskaya yo'lidagi 3/7 magazin. Shaharning markaziy ko'chalariga kirdik. Ishlab turadigan manzillardan yana biri Bek Market mana ishlab turibdi. Buni oldida Kamol Market ishlab turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Oldida Xonadon choyxonasi ishlab turibdi. Mana mijozlar bor mana. Shaharga qarab yurishda davom etamiz. Shahar markaziga qarab. Shabada market, ya'ni Shabada bekat ishlab turibdi mana. Saidota marketga yaqinlashdik. Ko'rishingiz mumkin, hozir ishlab turibdi mana. Ishi yo'q degani yo'q. Kirib so'rayapmizmi, qachongacha ishlar ekan? Qani nechgacha ishlar ekan, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Formali. Yo'q, bir ishlayapsizmi? Nechgacha ishlaysizlar? Nechgacha? Soat 1gacha. 1gacha ekan, ko'rdingizmi? Bu ham bitta ma'lumot. Hamma narsa birda yopiladimi? Marojnoxona hammasi birga. Uzoq 1,5da. Uzoq 1,5. Kuzatishda davom eting. Xo'p. Bankomatga yaqinlashdik. Ishlab turgan manzillar. Bu yo'lda ishlayotgani yo'q. Xo'p. Jazira lavash ishlamoqda. Bundan tashqari aylanib olamiz. Yigizjon ishlamoqda. Yondagi Zapchas magazini ham ishlamoqda. Ketdik. Koson Qarish taksilari 24 soat onlayn mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p.